Do'stlar, ko'ringlarchi, men shubalarda mana do'konga ilib oldik. Hamma narsani chiroyli qilib, zo'r qilib hozir bitta sizlarga ko'rsatib o'taman. Shubamiz Xitoy. Ichi zamashli, zo'r. Razmeri ikkitali. ML bo'ladi. ML. Agar oluvchilar bo'lsa, oxirgi narxi 550 ming so'm. Вообще dahshat. Xo'p, bunisi mana jicha yosh kattalarga. Shubamiz bu ham eng tozasi, zo'r modellari mana. Ko'ringlar, tozasi astarsiz, zo'r model. Oxirgi narxi buni ham 550 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, bunimizdan o'zi oz qolgan, sanoqli qolgan. Xo'p, razmerini ko'ramiz hozir. Xo'p, razmerimiz 7XL qopti. Bashmerga so'raganlarga 7XL qopti. 6XL qopti mana menimdan. Keldi-yu tugadi bular mana. Bemalol. Zakaz qilaverasizlar. Endi mana bomba kurtkalarimiz mana. Hammasi. Hozir bu yerda yo'q sovetlari ham uyda bor. Ulardan ham olib chiqinglarmiz. Mo Lasagorada mana. Tiniq. Gasoz bo'lishi mumkin emas. Xo'p o'zi. Xuddi o'zi. Bu 4 xil sveti, fioletvisi ham bor. Hozir fioletvisi uyda qolib ketib qopti. Razmerlari bor. Razmeri 4 tali. M, L, XL, 2XL. 4 tali razmeri. Xo'p, yonidagi mana ko'ringlar. Bu ham tiniq. Xo'p, buni narxi $150 chiqdi, oxirgisi. Oxirgi narxi. Mana mexlari qimmat mexdan, keyin ichlari, puxlari o'sha oq qushti patadan bo'lgan deyilyapti. Oq qushti patadan bo'lgan deyilyapti. Yengil issiq 45 gradusga bemalol chidaydi qon. 3 xil svet, 4 xil svet, fioletvisi ham bor buni. Yonidagida mana $140 chiqdi. Вообще tiniq narsa, zo'r, modeli ham zo'r. Mana bu ham xuddi shunaqa. Sovuqqa chidamlik, yengil, oq qushti patidan bo'lgan. Eski stuyinni emas, naturalniy. Mana svetlari, shokolad sveti qorasi. Razmeri bular 3 tali razmeri. L, XL, 2XL. Razmerlari zo'r tushadi. Razmeriga to'g'ri tushadi. Xitoy razmeri. Mana narsamiz, vashi dahshat. Buni xullas oz qoldi bundan ham. Qorasi bilan kofe sveti zo'r bu ham. Dahshat, materiali ham zo'rda. Dahshat, yenglanishi ham zo'r. Xullas bunga ham aloqaga chiqaverasizlar. $140. 150, $140 o'rtacha kaltaligi. Mana kaltalarimiz mana. Kaltalarimiz yana bitta ikkita svetlari uyda qolibdi. Mana uni tomnisinisi ham bor. Bu qorasi mana. Mana so'raganlarga bu mo yoqasi yangi chiqqan yoqadan mana. Tekkiz yoqadan emas, gulli yangi chiqqan yoqadan. Undan ham ko'ra chiroyli turadi mana. Qarang. Oldini qadaysiz ham bo'ladi, oldin ochib yursiz ham bo'ladi, pistonlari bor. Bemalol maza qilib ko'rasiz. Aloqaga chiqaverasiz. $130 dan chiqarib qo'ydik ikkovining narxini. Bu ham o'zi $140 ga to'g'ri keladi, mayli $130 qilib qo'ydik buni ham. Klientlar maza qilsin. Razmeri bor bular. Razmeri 3 tali. L, XL, 2XL. Razmeri cho'tki tushadi. Hozir mana ilib qo'yganlarimiz 48 razmerda. Mana qaranglar, qanaqa tiniq turibdi. Zo'r turibdi. Odamning ustida ham mana shunaqa chiroyli turadi. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Dastlabki pulni to'lab olasizlar. Nima desanglar, ana tushib ketyapti. Nima desanglar, o'zi arzon berilyapti. Nihoyatda arzon berilyapti. Xo'p, keyin mana tonikalar kelgan mana. Xitoydan o'zim olib kelganman. Yenglari ham chiroyli. Yenglari ham chiroyli, kamalli, oldi temirlik, materiali zo'r, uzun kaltaligi dahshat, primoy fasonda har xil sveti bor. 1, 2, 3, 4, 5 xil sveti bor ekan mana. 5 xil svet. Narxi 280 ming so'm chiqqan. Endi ko'proq olaman degani, 2 ta, 3 ta olaman degani 5 ming so'm ag'a-bag'a bo'lishi mumkin. Keyin mana kardiganimiz mana. Kardigan o'sha pasti tugadi. Mana tonikalari Balshamerkaga chiqqan. 56-58 razmergacha tushaveradi. Pekin, fabrikning tozasi. Mana. Ko'ringlar. Вообще tiniq narsa. Xo'p, buni tonikasi necha pul chiqqan edi? 350 ming so'm ekan tonikasi mana. 350 ming so'm chiqqan ekan mana. Ko'ringlar. Zo'r, katushka bo'lmaydigan, tiniq materialli, toshlari ham ko'chmaydigan, zo'r. 4 xil toshligi bor. Oxiri 300 qilib beraveramiz buni. Oxiri 300 qilib beraveramiz, donaga bemalol chiqarib beradi. Kardigani ham 350 ming so'm chiqqan bular. Kardiganning 4 xil sveti bor. Svetlarni tashaganman, gurbada kuzatib borgansizlar.
Mana bu ham ash toshlaydi. Ro'sti mana bunaqa. Ro'sti uzunligi zo'r. Yoqiydi qon. Keyin mana do'ykamiz mana. Yalinib yurib, zo'rg'a zakas qilgan do'ygalar mana ko'ringlar. Shu buni qo'shnilar ham aqa-baqa qilib talomon qilib borishdi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. 350 ming so'mdan chiqardik narxlarini. Do'ykasini o'zini, tonikasi, shimi. Kardiganidan tashqari. Agar kardigan moslab olaman sizlarning kardigan ham bor. Endi rangi birga bir tushmaydi, jicha rangsa qiladi, lekin chiroyli turadi. Mana ular endi yaqinroq. Birga bir tushishlikka yaqinroq. Bu qorasi endi tiniq tushaveradi. Qora tushaveradi. Do'ykalari 350 mingdan, kardiganlari 280 mingdan. Mana ko'ringlar. Bu ivory svet, qorasi, seriyasi shikolat. Молочница. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, mana ishlaymiz. Bular hammasi Xitoydagi mana. Mana ishda ham ko'ringlar, вообще tiniq. Zo'r. Mashlar ham. Oxirgi narxi 300 ming so'm chiqdi bularda. Oxirgi narxi 300 ming so'm chiqdi. Mana ularchi 250 ming so'm chiqdi mana oxirgi narxi bular. Bemalol donaya ubu qilaverasizlar. Bu shimlilar mana. Shimli so'raganlarga. Haqar firmaniki mana. Eng tozasi, eng zo'ri razmer standart bo'ladi. 350 ming so'm. Sizlarga shuni qo'yib yuboramiz 350 mingdan. Tepada endi mo'lar Toshkentni ko'ylaylar. Bular endi o'zimiz O'zbekistondan olib kelgan. Bitta ikkita Xitoydagi ham bor mana. Mo'lar Xitoydagi mana. Mashlar Xitoydagi. Tiniq, razmerlari zo'r. Mo'lar ham Xitoydagi mana. Razmerlari zo'r. Mana jimpillarimiz mana so'raganlarga. Eko taraf kiyiladi, yelkasi yechiladi, yengi yechiladi, ikkita kamzil, ikkita jimpir bo'laveradi bemalol. Uzun kaltaligi, issiqligi vafshi dahshat. Cho'zilmaydi, katushka bo'lmaydi, momiq material. Bu qorasi mana. Bu fioletoviy svet mana. Ichi boshqacha svet bo'ladi. Fioletoviyda ichi oq. Qorani ichi mana shokolad svet ekan. Buni ichi mana fioletoviy ekan. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Narxi buni oxirgi narxi 400 ming so'm chiqdi. 400 ming so'm. Bu Miu'si, bu esligi mana. Eski ko'p qizlarga eslik. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xullas, hozir buguncha shular. Qolganlarini sekin-sekin uydan video obzor qilib qo'yib boramiz. Mo'lar ko'ringlar. Turishni qaranglar. Ertaga zillatamiz. Ertaga bozorimiz ochiladi. Hozir qorong'i tushib qoldi mana. Yayib, bemalol hamma yo'qlarni cho'tki qilib sizlarga jo'natamiz. Sog' bo'linglar.